Mana qarang. Aka 360 kamera Sanyon Karandoda yo'q. Bu nima? Aka tuqumda chiqib turibdi. Sanyon Karando. Egasi ham tan oldi. Yo'q, deb qadi. Va bu 1.5 turbina motorda benzinoviy. Ha, 360 kamera bu tomonda, ya'ni hozir qo'yilyapti. Hamma yo'lda ilojisi bor. Hozir samolyot nimaga mashinaga qanot qo'yib uchiraman desa ham hozir ishon o'radigan mahal bo'lib ketyapti jigar. Bu 11700 ga 19-yil 1.5 benzin motorda. 11700 yomon narxlar emas. Beskulchovoy bor, silpoy zona bor, elektritskiy xrom detallar bilan plovshi sideniya, qora kojinli salon, avtomat korobka, drive mode, avtostop, monitor, abduf podogrev sideniya, multirul, lepistog rul, torpedalar ustida kojalari bilan 120 ming probegida bilan benzinoviy motorda Karandoda. Ichlari, orqa podogrev sideniyalari ham bor, kengliklari, ya'ni crossoverlardan koreyskiy Sanyon Karandoda. Kim LED stoplari, eng chiroyli stoplarda. Mashina ham chiroyli. Tivolidan ko'ra yaxshi mashina deb bilaman. Endi sravnение uchun Tivoli ancha yaqin bu mashinaga 11700 Tivoli narxida.